Erkak kishi o'z tanlagan juftini har qanaqa holatda, har qanaqa insondan ham himoya qilishi kerak. Hattoki o'z ayoli nohaq bo'lsa ham. Mayli, keyin buni o'zlari birga alohida hal qilib olishadi, lekin himoya qilishi shart. Meni hozir yomon ko'rmang, chunki bizni jamiyat boshqacharoq tuzilgan. Himoya qilgan erkakni go'yoki xotin-qo'li zaifdek qarashadi, lekin bunaqa emas. Bu avvalo sizni qulog'ingiz tinchishi va baxtingiz uchun kerak. Balkim gaplarim qachondir men yoshimni yashab o'tib ketganimdan keyin haqligi isbotlanar, lekin men aytishim kerak. Ayolingiz va farzandlaringizni qulog'i tinchligi va ularning xotirjamligi bu sizning yuzingizdir. Qarang, qarindosh urug', hattoki ota-onangiz ham hujum qilayotganda sizni emas, o'zlarini avvalo o'ylayotganini 3 ta hozir sababini aytaman. Birinchisi, haqiqiy sizga do'st, qarindosh urug' sizning tinchligingiz va sizning baxtli bo'lishingiz tarafdori. Shuning uchun ham oilangiz tinchligini buzib, ular zulm o'tkazishmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, oilaga hujum, ya'ni siz qurgan oilangizga, sizning farzandingiz, ayolingizga hujum bu avvalo sizga bo'lgan hurmatsizlikdir. Ya'ni sizning yuzingizga oyoq qo'yish, chunki oila himoyachisi va boshlig'i sizsiz. Va uchinchisi, ishoning, baxtli va mana bu yerda yetuk qarindosh urug' va ota-ona sizning oilangizga aralashmaydi, u yerga hamla qilmaydi. Ularga bu vobshe kerak emas, chunki ularning o'zi baxtli. Aralashadigan va hujum qiladigan insonlar, ular ich-ichidan o'zlari baxtsiz. Va unutmang, himoyalangan ayol bu xotirjam, energiyaga to'la va sizga suyangan ayoldir. Bu degani teng baxtli oila demakdir.